Assalomu alaykum qadrdonlar. Bilsalaring 5-6 ta video tevaroqda Xonobodda sammoykani tomini quygandik. Mana shu tarafga yo'lim tushib qoluvdi qadrdonlar, boshqatdan chiqdim. Quygan mahsulotimiz o'sha videoda ham aytgandim, eslaringda bo'lsa, tepasini pravilada qirardik, endi qirmaydigan bo'ldik. Sababi xuddi shunaqa tevasiga havo yo'naltiramiz. Qadrdonlar, qattiqligini bitta ko'rasizlar. Tom past keldi, imkon darajada oyog'im bilan qattiq urdim. Ajoyib holatda turibdi. Mana shu ko'rinib turganlar fibrobalaston qadrdonlar, mana shu joyda. Shunaqa fibrobalaston qo'shimchalari ham bor. O'sha kungi videoda ham aytganman, bunaqa yuzalarda juda ko'plab ko'rinib turadi. Mana shu joyda turibdi, bu joyda turibdi. Undan tashqari bu taraflarda turibdi. Sichqon kalamish kavlamaslik uchun o'zi sichqon kalamish bizning mahsulotimizni kavlab teshib o'tish mumkin, lekin iste'mol qilib yeb yashamaydi. Keyin ko'pchilikka aytaman, pena betonda mikrotrasheynalar tushishi mumkin deb. Qanaqa mikrotrasheyna? Mana xuddi shunaqa mikrotrasheyna qadrdonlar. Bu ham issiq sovuq transport qilmaydi. Qarasalaring, tirnoqdan ham kichkina. Mana shunaqa darslar tushishi mumkin. Sababi bu mahsulot qattiq mahsulot bo'lganligi uchun shunaqa bitta yoriqchalar tushib qoladi deb aytaman. Obyektimiz ajoyib holatda turibdi. Polnisto chetlari bilan yopib berganmiz. Hurmatli bizni YouTube'da kuzatib turganlar, kimga shunaqa gipsdan, pena betondan, polistroldan lomboz bosish xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tomni ustini imkon darajada tekizlashga, lekin mustahkam qilishga harakat qilamiz. Bundan bag'iga oldingi videolarimizda pravilada tekizlab ketardi. Keyingi obyektlarni ko'rsak, ustilari shunaqa holatda emasda, nima desa bo'ladi? Hozir ko'rsataman birorta chetini. Mana shu joyda chetida taxta bor edi, taxtani ko'chirishgan. Shundan keyin shunaqa holatga kelib yorilib qoldi. Mana shu joyda taxta bor edi. 7 sm pilis holatga kelishganmiz. Tashti bir qarich 10 sm holatida. Ancha qalin tushadi. Qadrdonlar, hozir gapimda davomi, bizning mahsulot pravilada shilganimizdan keyin xuddi shu ko'rinishda bo'lib qoladi. Video az bitta taniqlashtirib oling. Shu ko'rinishda bo'lib qoladi qadrdonlar. Shu sababdan mana shu po'kak teshikchalari bor. Shunaqa teshikchalari bor bo'lib qoladi. Sirtini bundoq qilsa kakalanadiganroq, uqalanadiganroq chiqib qolar ekan sirtda. Shu sababdan endi ustiga mashinday havo yo'naltiramiz. Bu obyektimiz ham zo'r holatda turibdi. Xudo xolasa, Naritomda shogirdlar xizmatda qadrdonlar. Ashtomda o'zimizning jamoamiz, o'zimizning hamqishloqlarimiz, ukalarimiz bordi. Shular xizmatda. Uni ham obzor qilamiz sizlar bilan birgalikda. Biz bu obyektga kelgandik, o'sha kun ishga tok yo'qligiga divizokda ishlashyapti. Biz bu tarafdagi oshxonadan olib o'tgandik tokni. Shogirdlar xizmatda, ikkinchi guruhda. Konteyner firma bilan yopilgan ushbu obyektimiz, bu joyga ham do'kon tushyapti. Oziq-ovqat do'koni bo'ladi. Shuni tomini polnisti cho'rnilarni tashlab qo'yishgan ekan. Inshaalloh bugun chirel tarzda shogirdlar quyib berib ketishadi. Kimga shunaqa pena betondan, polistroldan, gipsli penalombozdan bosish xizmati kerak bo'lsa, pastda turgan telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi obyektlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar qadrdonlar. Mahsulotlardan instrumentlarni olib kelib, obyektimizni chetini polnisti ochiq ekan, taxta bilan yopib chiqishgan. Undan so'ng materiallarni mahkamlashyapti. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha